Assalomu alaykum hammaga. Demak, yechimlarimizni davom ettiramiz. Xo'p, birinchi masalamizni shartini o'qiydigan bo'lsak, bizga chizma berilgan ekan. Demak, chizmaga qo'shimcha ta'rif berilyapti. Ishchi moddasi azot gazi bilan issiqlik mashinasi yuqoridagi diagrammada tasvirlangan. 1, 2, 3 va 1. Demak, 1 dan 2 ga o'tadi, 2 dan 3 ga, 3 dan yana 1 ga qaytadi. Shu narsani aytmoqchi. 1 dan 2 ga, 2 dan 3 ga va 3 dan 1 ga. Sikl bo'yicha ishlaydi. Bir sikl davomida sistemaga beriladigan umumiy issiqlik miqdorini aniqlang. Xo'p, bir siklni to'liq bajaradigan bo'lsa, demak, birinchi nuqtadan jarayonni boshlaydigan bo'lsa, yana qaytib birinchi nuqtaga kelyapti. Demak, ichki energiya o'zgarishi to'laligicha 0 ga teng, ya'ni ichki energiyasi hech qanday o'zgarmayapti. Birinchi holatdan yana birinchi holatga qaytyapti. Harorati ikkala jarayonni boshida va oxirida bir xil. Demak, ichki energiya o'zgarishi 0 ga teng. Shu sababli berilgan issiqlik mana shu sistema bajargan ishga teng bo'lib qoladi. Ish esa bilamiz, PV grafikda sikl davomida hosil bo'lgan yuzaga teng bo'lar edi. Yuzani topishimiz uchun balandligi delta P ga teng. Mana P1 va P2 larning ayirmasi. Asosi esa delta V ga teng. 3-nuqta va 2-nuqta orasidagi hajmda farqi. Demak, Q barobar 1/2. Uchburchakning yuzasini topayotgan vaqtda 1/2 A ko'paytirilgan H bo'lardi. Demak, 1/2 asos va balandlik ko'paytmasi shunchaki. Delta P ni topish uchun mana bu ayirmani hisobladik, ya'ni pastki nuqta va yuqori nuqtadagi bosimlar ayirmasi. Delta V ni topishimiz uchun mana bu hajmlarning ayirmasi. Shuni shunchaki hisoblaganimizda 40 joule chiqdi. Xo'p, keyingi masalaga o'tamiz. Xo'p, idishdagi havo bosimi 10°C paskalga teng. Havo suruvchi nasos porshinning 3 yurishdan so'ng havoning bosimi 80 paskalga tushdi. Demak, 80 paskalgacha, demak, keyingi holatda 8 kilopascal, 800 paskal bo'lib qoldi. Demak, nasos silindrining hajmi idish hajmidan necha marta kattaligini aniqlang. Xo'p, jarayonni chizmasini chizaman. Demak, mana bu yerda bitta idish berilgan bizga, hajmi 0 ga teng bo'lsa, demak, idishdagi havoni mana bu yerda bitta nasos bilan so'rib olyapmiz. Demak, nasos bundan havoni so'rib oladi, buni to'ldiradi va mana bu yerda yopilib, yana bu nasosning ichida vakuum hosil qilinadi va mana bu yerdagi kraynik to'laligicha ochiladi. Ochilgan vaqtda gazni qanchadir miqdori bunga o'tadi. Yana yopiladida bunday gaz tashqariga chiqarib yuboriladi, vakuum hosil qilinadi. Yana ochiladi, yana bunga o'tadi. Keyin yopilib, yana havo tashqariga chiqarib yuboriladi. Va hokazo, xuddi shunday ketma-ketlik amalga oshiriladi. Demak, ana shularni 3 marta bajarganimizdan keyin 10°C paskal bo'lgan bosim 800 paskalga tushib qolibdi. Demak, har bir bosqich uchun izotermik jarayon degan, demak, izotermik jarayonni yozib chiqdik. Demak, birinchi holatda mana bu hech qanaqa nasos ulanmagan edi va vinol hajmda pinol bosim bor edi. Demak, vinol hajmda turgan edi. Nasos ulangandan keyin P1 bosim hosil qilindi va hajm ikkalasining umumiy hajmi bo'lib qoldi. Chunki gaz birinchidan idishdan nasosga o'tib, demak, umumiy hajmni oldi. Demak, P1 bosim bilan V plus vinol, ya'ni mana buni hajmi V plus vinol hajmida egalladi. Bu birinchi sikl edi. Demak, ikkinchi holatda mana bu yopilib, gaz tashqariga chiqqandan keyin ikkinchi holatda mana bunda P1 bosim qoldi. Keyingi holatda, demak, P1 vinol hajmda turgan edi. Keyingi siklda P2 bosim. Demak, ikkinchi sikl bajarilgandan keyin bunga ikkinchi marta gaz chiqishini hisobiga P2 bosimga tushib qoldi. P2 bosim hosil qildi V plus vinol hajm bilan. Xuddi shu jarayon yana takrorlanadi. Demak, bu yana yopilgandan keyin bu yoqda P2 turgan edi, vinol hajmda. Keyingi safar mana bunda vakuum hosil qilib yana ochib yuborsak, bir qismi chiqib ketib, P3 bosimga tushadi, hajm esa V plus vinol bo'ladi. Shuning uchun P2 vinol hajm hosil bo'lib turgan edi. Yana bir marta havo chiqishi hisobiga P3 bosimga tushib, V plus vinol hajmni egalladi. Shuni yozdik, demak, 3 marta. Endi bulardagi bog'lanishni olishimiz kerak. Mana bundan P1 ni topib, bu yoqqa olib kelib qo'yamiz.
Shunda pinol vinolning kvadrati teng P2 V plus vinolning kvadrati hosil bo'ladi. Demak, bu yerda ham faqat P2 ni olib, bizda vinol, pinol, V plus vinollar bor. Bor emas, V bilan vinolni bir-biriga nisbatan aniqlashimiz kerak. Pinol esa bor. Endi bu yerdan P2 ni topib, mana bu yerdan P2 ni topib, bu yoqqa olib borib qo'yamiz. Pastdagi. Mana bu P2 dan bu yoqqa olib qo'yamiz. Shunda P2 ni ham mana bu yerdan bog'langan ko'rinishini olishimiz kerak yoki mana shu yerni o'zidan P2 ni olib bu yoqqa olib qo'yishimiz kerak. Ana shunda pinol vinolning kubi P3 ko'paytirilgan V plus vinolning kubi degan ifoda hosil bo'ladi. Shu yerdan pinol va P0 va P3 lar bor. Demak, mana bu pinol bizda, mana bu P3. Ikkalasini nisbatini olishimiz kerak. Mana bu yerda esa V plus vinol taqsim vinolning kubi bo'lib qolyapti. Demak, xuddi shu ishni bajarib kubni oladigan bo'lsak, mana bu ifoda kelib chiqar ekan. Bundan vinol teng 4 ta V. Ya'ni vinol hajm V nasosning hajmidan 4 marta katta ekanligi ko'rinib qolyapti. Demak, javobimiz 4 degan javob bo'ladi. Xo'p, keyingi masalaga o'tamiz. Ikkita bir xil jism bir-biriga ishqalanganda ularning harorati 2040 gradusga ko'tarildi. Bu jismlar o'zaro ishqalanishida hosil bo'ladigan o'rtacha quvvatni toping. Har bir jismning issiqlik sig'imi 600 joule taqsim kelvinga teng. Xo'p. Quvvatini topishimiz uchun P barobar, ya'ni quvvat ajralgan issiqlikni shu ajralgan vaqtga nisbati bilan ifodalanadi. Demak, ajralgan issiqlikni S delta T ko'rinishida yozamiz. Ikkita jism bo'lganligi sababli 2 ga ko'paytirib qo'ydim. Va pastda esa vaqt 2 ko'paytirilgan 600 ko'paytirilgan 40. Bizda 2 minut deb berilganida 2 ko'paytirilgan 60. Shuni hisobiga 400 vatt chiqmoqda. Xo'p, demak, javobimiz 400 bo'ldi. Keyingi masalaga o'tamiz. Keyingisi undan ham oson ekan. Yopiq idishdagi gaz bosimi qizdirish natijasida 69% ga ortdi. Demak, bosim 69% ga ortdi. Gaz molekullarining o'rtacha kvadratik tezligi necha marta o'zgaradi? Demak, bitta yopiq idish berilgan bo'lsa, uni qanchalik qizdirsak ham uni ichidagi ro, ya'ni zichligi o'zgarmaydi. Bizda kvadratik tezlik va bosim orasida mana shunday bog'lanish bor. V barobar iltisosi 3P taqsim ro. Demak, bosim 69% ortdi degani 1.69 ga ko'paytirish kerak degani. 1.69 dan ildiz chiqarsak 1.3 chiqadi. Demak, bosim 1.69 marta ortsa, tezlik 1.3 marta ortadi. V2 barobar 1.3 V1 bo'lib qoladi. Shuning uchun birdaniga ajotni belgilab qo'ysak bo'ladi. Yoki mana shunday bog'liqlikni oson topib olishimiz mumkin. Xo'p, yechimlarni keyingi qismini keyingi videoda davom ettiramiz. Yechimlar muallifi Amirov Sarvar. E'tiboringiz uchun rahmat.